Bugün 22 Ağustos 2026 yıl. Jack oq yo'l. Ama bugün ob-havo ham shikardos bo'lyapti. Bugün 22 Ağustos yakshanba. Ertoshsoydamiz. Ertosh degan joyda o'zimiz dachamiz. Anchacha chiqdik tepaga. Klient keldik. 2 kun ertaga bu xolis asrdan keyin ketadigan bo'ldik. Havo ham rosa bizatganda bo'lyapti mana. Barcha asal hozir mana yomg'ir yog'ib berdi. Sonra yomg'ir boshladi. Tepadan zo'rg'a tushib oldim. Yomg'ir asalidan bo'lib yomg'ir boshladi. Yomg'ir, gullar. Ama gullarga gap yo'q. Bu kaminani so'risi Jack yomg'ir. Bugün 23 Ağustos 2026 yıl. Soylarda suvlar şarab. 23 Ağustos. Klientlarda Mayovkaga chiqishdi endi soyda bo'yiga. Sizlar olib keldim endi soyda bo'yida. Hozir gaplashaman bu. Bu dachani ko'rib tushgunimcha klientlarimiz suvni kechib o'tib ketibdi ular. Skriptamtasi oqimni ketib olmasa. Klientlar xursand suvga tushib selfie qilib soyda. Ertoshsoyda eng tepasidagi, eng o'sha перепоследний dachalardan biri. Mana bu cho'tki joyiga, salqinligi ham, ozodaligi ham bo'lib, kachelar, dacha, xonalar ham bor, so'zlar ham bor, semeyniy kelganlarga. Mana archalarda ekiladi. Cho'tki qo'ydi gullar. O'sha asal joylar ekan, salqin. Olyapti. Bu daryolardan so'rlar bor ekan. Soy bu yerda 50 metr pastroqda soy bor. Olmalar pishib yotibdi. Stop. Mana shu oxirgi dacha. Ertoshsoydagi oxirgi dacha. Bundan keyin o'sha yo'l asfaltiga sochini ham obzor qilamiz. Bu tomondan ko'rinishi. Bu ham chiroyli gullarni, chikanlarni ko'rib, gullarni ham. Ikki tomondan ko'rinishi mana shunday.